Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi o'mlik sadosi programmasi. Programmamizni Şinjan o'mlik Nilkash avtomobil savdo bozori cheklik shirkati alohida qo'lladi. O'mlik sadosi. O'mlik sadosi. Yaxshimizlar, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, yana yuz ko'rishdik. Ko'rayotganinglar, Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat taraqqish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan, Qarqash cho'ng bozori xos nomini olgan. Şinjan o'mlik mashin savdo bozori chekish shirkati shundaqla Sarkar uy jazir chekish shirkati alohida qo'llagan Xili Jishin, ya'ni o'mlik sadosi programmasi. Men program riyosatchisi Mahinurulzi. Men Guljamal Matniyaz. Suyimlik aktyorimiz Guljamaldan programmamizga qo'shilgandan beri programmamiz qaytadan rangdarlashdi. Albatta, o'mlik sadosi programmamizning bundan keyingi sonlari texim rangdar bo'ladi. Bugungi son programmamiz texim rangdar. Ishnamsizlar ko'ramanlar. Ishnamsiz Guljamalada. Albatta ishlaman. Albatta, chunki bizning gapimiz bir. Biz birlashib, bugun intayin alayda mehmondan birni taklif etdik. Xo'sh, bugungi programmamiz qatnashgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Şinjan muzikantlar jamiyatining a'zosi. O'zining chiroyli naqshlari bilan el qalbini utgan, ham shundaqla tor dunyosida tor ahlini o'ziga jalb qilgan tor cho'lpini suyimlik naqshchimiz Dilbar Abobakir xonim. Xush kelibsiz Dilbar ada. Rahmat. Sizni ko'rib ajab xush bo'ldik. Men Ben hoş buldum. Shimamma bak xush bo'ldim, jumolsaqlam. Sizni ko'rib bek xush bo'ldim. Bugun qattiq hayajonlanishlar bor o'xshamam damimizga. Qanamsa ko'rmanlarga bir salom berasiz. Salam ekran oldidagi barliq aziz do'stlar. Yaxshimsizlar? Bugungi shu o'mlik sadosi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganimdan to'liq xursandman. Rahmat Dilbarada. Guljamalada Dilbaradamni men shu tor dunyosi orqali to'nigandan beri izchil yaxshi ko'rib kelyapman. Ko'rsammi hayajonlanaman? Qayerni yaxshi ko'rdimanki uqmayman. Naqsimi o'zinimi? Naqshni yaxshi ko'rma, ovozimni yaxshi ko'rma, o'zim yaxshi ko'rib qoldim. Bugun ko'rishib texim yaxshi ko'rib qoldim-chu. Endi meningcha sizlar burundan tanishadigan ko'n tanishqu deyman. Sizlar qanday tanishgan sizdan bir anglab. Qanday bilib qoldingiz tanishligimizni? Bugun qaranglarni his qilaman men. Ha, shundoq. Dilbarning usta kichik vaqtidan tortib, men Dilbar bilan tanishman. Bu qiz Nijat ikkimizning markaz teatri shu yerda birga o'qigan savodishimiz Olim Abobakirning singlisi bo'ldi. Har qatim bu singlimni ko'rganda, xuddi bir shu yaqin tuqunimni ko'rganda shunchalik hayajonlanaman. Siz degandek tor dunyosida, masalan, nurg'unlagan tomoshabinlarimizning qalbida shunchalik cho'nqur o'rin oldi, shunchalik chiroyli naqshlarni aytib, kang shu ko'rurmanlarimizning qalbida cho'nqur o'rin oldi. Shularni ko'rib, men o'zim shunchalik sevingandim Dilbardan. 9-10 yosh atrofida shu kichik vaqtlarda, shu bizning hamda shu almakka deydik, biz ham Alma Abobakir shu savodishimiz, shu biz uyan qo'yib jutlarga bordik, hamma jutlarga borganda, shu vaqt tunch ko'rganda o'zining jutimi shu Maytaqda, shu oilada bu qizni ko'rganda shunchalik bir yiqimliq, zak umoq, o'zining hozirmi bek chiroyli umoqdiki shu vaqtida bir chochlari bidiray, shunda budruqqina bek chiroyli qizdi. Bek amroq bo'lib hammamiz shu vaqtda bizga naqsh etib bergan, shu vaqtda bu qiz bo'lgan bir yillik oshnasi ishlayak bo'lganda, san'atga bo'lgan-chu. Demak, Dilbaradan burundan bada san'at oilasi cho'ng bo'lgan, ustoz uydagi qarindoshlar ustozi bo'lgan. Endi men his qilib qoldim Dilbaradamning shu tor dunyosi orqali men yaqinqi bir qancha yilda to'ndim-chu. Endi biz yoshlarga nisbatan Dilbaradam yangi chiqqan naqshidek bir tuyg'u berish mumkin. Unda bo'lsa Dilbarada kichik vaqtingizdan tortib shu naqsh aytish, san'at qatorliq taraflardami qiziqishlar bor ekan. Ammo tor dunyosi orqali nurg'un ko'rmanlarga yaqinqi bir qancha yilda to'nildingiz. Bu orliqlardi-chu. Qanday kasb bilan, nima ishlar bilan shug'ullandingiz? Men bir san'atchi oilasida tug'ildim. Meningki dadam ishdan sirt duta ta'mirchilik naqsh etgan. Boy Guljamaldim degandek akammi san'atda o'qidi, keyin opera maktabida shu mendimi bir san'at qiziqish bo'ldi. Akamlar maktab bitirib kelgandan keyin bularning qo'ygan dramalarni men sahnada o'tirib tan ko'ratdim. Xudoylik u yerni men birga qo'yayotgandek, endi hammasi yodida menga. Shu o'yinlarni ko'rgandan keyin menda bu san'atga texmi bir o't tutashgan. Agarchi men operani
yaxshi bilmasammi, lekin naqshini men bek yaxshi ko'rdim. O chaqlarda naqshliq dramalar shu naqshlarni shundoq suyib anglaydim. Keyin men oliy maktablarda o'qigandim, bu naqshlarni tashlab boqmadim. Keyinchi ham ayol kishi bo'lgandan shu oila tutar ekanmiz, bolaga ona bo'ldi ekanmiz, bu jihatlarda men bir mazgil tashlab qo'ydim. Keyin bolalarimiz sal cho'ng bo'lgandan bu o't qat'iy o'chmaydi ekan. Balkim naqshlarimda his qilgansizlar, men bu naqshga bo'lgan ishtiyoqimni men qat'iy besib boqmadim. Ovozingizni his qilib bo'ldi ada. Men shu naqshni yaxshi ko'rganim bilan o'zim faqat naqshi bilan munosabati yo'q bir kasbda o'qigan. Men Shinjongda shuni ximiya fakultetini o'qigan. Mening opammi ximiya o'qituvchisi. Tabiiy fanda, ijtimoiy fan bilan faqat aloqasi yo'q. Opamning kasbida o'qidim ximiyada. O'qigandan keyin qaytib Maytaqniki neft ayrisoatidagi laboratoriyasi xidishildim tajribaxonada. Shu tajribaxonada 20 necha yil ishladimda. Lekin zavodlardagi har faoliyat, masalan Maytaqda o'tkazilgan mashrablar, anakin to'y to'kindaymiz, qarmaydagi muxbirlar yig'ilish ish qilib shundaq faoliyatlarning hammasida naqsh etib keldim. Uzilib baxmadi, lekin turmush qurgandan keyin hamdi asosan to'xtab bal beqish bilan o'tib ketdi. Bu aralıqda 10 yil vaqtgan. Keyin bizningki jamiyatimiz taraqqiy qilib bevosita tarqitishlar chiqdi. Shuning bilan bu Xovzan orqali men sizlar bilan yuz ko'rishib mana shu yerda bugun sizlar bilan o'tiribman. Mushu taratqullarimizga ko'pdan ko'p tashakkur aytamiz. Mana Dilbar adam tor dunyosi orqali biz bilan uchrashgandan beri ajoyib go'zal naqshlarni aytyapti. Shundoq. Aytganligi naqshisi moda bo'lyapti, ham bizga ta'sir qilyapti. Huzurlanayapmiz. Mushu naqshlar ichida Dilbar adamning shundoq chiroyli bir naqshisi bor, shamol deydigan. Biz oldindan shu naqshni anglaydimi-da? Bo'ldi. Endi sahnamiz sizga qoldi. Marhamat. Qarqash cho'ng bozori partiya hukumatining afzal siyosatining turtkichida Qarqash Naylik Partikom va xalq hukumatining kuchli qo'llashi bilan qurilgan universal savdo bozori bo'lib, ko'lami 330 moddan oshadigan bu bozor kun sari jonlanayotgan yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy kuchlari, sayyohat, quruq yalimish, an'anaviy qo'l hunarvanchilik buyumlari, dehqonchilik mahsulotlari, qurilish materiallari, oila ustunlari qatorliq ko'plagan savdo turlari orqali keng xalq ommasining har qaysi jihatga ehtiyojini qondirib kelyapti. Qarqash cho'ng bozori sizni qarshi oladi. Qarqash cho'ng bozori. Programmamizni Şinjan Ömlük Nilkeş Avtomobil Savdo bozori çeklik şirketi alohida qo'lladi. Ömlük sadası. Ömlük sadası.
Önlük sadası. Rahmat. Rahmat. Pek güzel. Nakşını anlısı bazılar əslimlərə çöküdü ekan. Bazılar gözəl xiyallarga ketib qaladı ekan. Hammamizning his qilgani o'xshamaydi. Dilbar adamga qarab qaytib qoldim men. Bas o'tirib. Nima degan chiroyli, nima degan jalbkor bir naqshchi debchu. Dilbar adam shu shamol degan naqsh to'g'risida ancha-muncha bir paranglab bo'ldi deb o'yildim arliqda. Men anglab qoldim. Bu naqshning zodi ijodiyatchisi kim o? Oldi bilan kim tarqatgan, kim aytgan degandek bir gaplar bo'lindi. Endi bir naqshini xalqimizning yaxshi ko'rishi bu bek yaxshi ish. Moda bo'lishini xohlaymiz. Har qanday naqshchiniki bir orzusi, o'zininki ijodiyatining moda bo'lishi. To'g'ri. Endi bu shamol degan naqshini men 4 yilning oldida mush Qo'mulga bir o'yinga borgan vaqtimda Ali Aqsupi bilan uchrashib qilib, ijodiyat so'ragan vaqtimda menda bir ijodiyat bor deb anglatdi. Lekin men tekstini anglamay turiblam, bu naqshning bek chiroyliligini his qilib, bo'ldi men olaman deb shu zamonda oldim. Bu naqshningki teksti Azimat Ahmad Taranning Mo'g'ulchilik bir inimiz yozgan. Muzikasini Ali Aqsup ishlagan. Muzikasini akkordlashtiruvchi Farhat G'ayni. Chiqadamning ajri bor ekan bu naqshda. Bek chiroyli naqsh ekan. Bu naqsh cho'qim mod bo'ldi, men mush naqshni aytma deb shu zamonda oldim. Kechich o'rgandim, aytib yetib ketgan. Endi undan keyin bu naqshni bir yarim yillardan keyin taqatdiq. Aslida emil qilib taqatishni o'ylagan. Shu chaqlarda bir sharoit yor bermay qoldi. Ondan keyin buni nurg'un odamlar aytib ketdi. Arlonada bu MV taqatmaganligim uchun jiq kishilar bilmaydi bu naqshniki asli ijrosini maytganligini. Nurg'un odamlar gitar bilan aytgan nusxasini asli ijrosi meni qayta yengilab aytmoqchi deb o'ylaydi ekan. Lekin bu naqshni Azimat Ahmad Taran, Ali Aqsupining yardım orqali ro'yobga chiqib, men birinchi bo'lib ijro qilgan ijodiy naqsham. Lekin bu naqsh Dilbarning ovoziga bek tushgan. Dilbarning ovoziga xuddi bir maxsus atab ishtigandek-ku. Shuning har qatim anglaganda xuddi bir o'zi bir tabiiy ijod qilib aytayotganday menga shunday bir his bergan, men bek yaxshi ko'rgan edim. Bugun bu naqshni anglab yana bir qatim huzur oldik. To'g'ri. Haqiqatan bek chiroyli naqsha. Yigona ayolda bir naqshingiz bor. Mush naqshning tekstinimi boyiqi naqshning tekstini yozgan? Shundami? Shu ikkinchi qitim hamkorlashdik. Azimat Ahmad Taran yozgan, muzikasini yana shu Alijon Aqsup ishlagan, yana shu men aytgan. Bu naqshimi intayin yaxshi mangdi. Ayollarning qalbiga ta'sir qiladi bu naqshchi. Shu yozgan inkaslarninki 90% men uchun yozgan ekan-ku. Men naqshi menkenman ku. To'g'ri. Men naqshni o'zimni ko'rdim. Butun shu inkasning hammasi ashundalam asos jihatdan. Hamda naqshchi degan-ku o'zi uchun emas, xalqning qalbini aytadi odatda. To'g'ri. Lekin shu inkaslarni ko'rib men baxo'sh bo'ldim. Bumi ikkinchi qitim intayin alqışqa erishgan naqsham bo'ldi. Dilbar adamni boya Guljamal adam deb bergan vaqtimi har xil ovozlarni do'raydi. Har xil tildagi naqshlarni aytadi deb bergan-chu. Men bu angladim. Qozoq tildagi naqshni xilroq aytsiz-a? Dahshat. Shunami? Bizning maytada qozoqlarmi ko'p? Qozoqlarmi ko'p. Bizning xulum qo'shnilarimizmi Mesela altımız bir korpusda bo'lgansak, onun 4 çoxum qozoq. Billa cho'ng bo'lgan, sinfimdagi saboqdoshlarimni ochirdim, qozoqlar intayin ko'pdi. Shunga bu qozoq tilining shu muhitniki menga bergan ta'sirda men qozoq tiliga sal usta bo'lib qoldim-da endi. Naqshlarning mazmuni odamning juda boradi. Ohangimi bek chiroyli. Bo'libmi qozoqcha naqshlar odatda to'ylarda, chayxonlarda, restoranlarda aytgan vaqtimizda kayfiyatni bek ko'tardi. Shunga to'lisiga qozoqcha naqsh aytadigan bo'lib qoldim. Mushu daqiqaning o'zidami kayfiyatni ozroq ko'tarsa? Qarshi olamiz. Muzikasiz holatda shu qozoq tilidagi naqshdan bir ko'p tanglaydi-da. Mushu yaqinda o'rgangan bir qozoqcha naqsham bor-da. Shundaq bir yurak tegidi shamoldaklar. Shundan bir qablat aytib bering. Ma'qul. Canım mağan külüp qaraşa, men de sağan külüp qarayım. Yüreğingde qulup tamaşa, sağınğandı kirip barayım. Jan adamga aşıp bermegen, jan dünyamda bir günü körse,
Hiç kim ayak basıp görmegen yüreğimnin turgunu boluşur. Sen men üçün göz ayımsın, yüreğimden kocaynısın. Bunun bir muhabbet naqsi kelgini his qildim. Sen ko'nglimninki xo'jayini. Yürügümnin xo'jayini. Bildim. Hiç kim ayak besip bakmagan yürügümnin xo'jayini. Haqiqatan chiroq tekislar. Ma'nilik tekislar. Dilbaradam shu adabsizlik bo'lsin so'rab baqay. Hozirgacha o'zingizning ijodiy naqshlari bo'lsin, boshqalarningki naqshlarini qaytalanma qilib aytgan bo'lsin, qanchalik naqsh aytib baqdingiz? Tarqatgan naqshlaringiz. Aldığın gün oturup men zat qanchalik naqsh taqatqandim önge ilib deb sanab baqdim. Ko'nglingizga bir signal kelibdi-da, shu Maynur so'raydimi? So'raydigan zo'ras oldin bilyapti majbur. Mushu taqatgan naqshamning o'zi 130 nechaga bor ekan, mushu qaytilgan, ijod qilgan, qozoqcha, davlat tilidagi naqshlarni qo'shganda unga olgan naqsham 130 necha naqsh bor ekan. Az emas. Şunu so'rg'ini men behchiq naqshni anglagancha Dilbaradamning shu muhabbatli go'zal naqshlardan boshqa yana xalq ahanglariga ajoyib bir fayzi bor. Haqiqatan. Bugun shu fayzi bor naqshini yana birini anglaymiz. Xalq naqshi cho'qim aytishni bilmasak bo'lmaydi. To'g'ri. Bir sanatchi bo'lganmiz, xalq naqshini bilmasak bo'lmaydi. Men endi hozir aytadigan naqshlarim ommabop uslubdagi naqshni ko'proq aytman, lekin xalq naqshinimi burundan bek yaxshi ko'rma. Bu yaqinda otish yurishlari degan bir naqshni aytdim. Shu naqshni bugun ömrlik sadosiga olib keldim. Ajab Yaxshi. Yaxshi. Endi güzel şehrimiz Maytağ'dan, güzel makan atışqı berib, qaytadan bir xalq ahanglarimizning texnikini anglaydi. Unda bo'lsa, sahnani sizga qoldirdi. Qani, marhamat. Marhamat. Yaxshisi siz qanday yordam kerak? Sizlarda bu sultonimiz bormi? Yo'q. Rasma televizorchi. Yo'q. Rasma tomatli bormi? Yo'q. Vatan masjidi. Buni yo'q. Do'koningizda mallaringizning to'liq bo'lishini umid qilamiz. Malni ko'paytay desangiz, mablag'ingiz yetishmayotgandi. Sarkar shirkatiga vakolatchi bo'lsangiz, 80 dan ortiq donliq markadagi 5000 xildan ortiq mahsulot siz uchun hozir bo'ladi. Siz sklad tayyorlamasangizmi, oldin mal kirgizmasangizmi bo'laverdi. Biz eng yaxshi mahsulot, a'lo mulozimat va yangicha andizimiz bilan sizni to'liq rozi qilamiz. O'riz do'konimda nim bo'lsa, shuni sotalaydim. Hozir nima olmasangiz shu bor. Urumchi Sarkar elektr uskunalari cheksiz shirkati. Sarkar. Ömrük sadası. Ömrük sadası.
sadasi. Rahmat. Suv deganni o'ynab biz. Men oturup düşmezsem tutup aldım aynır. Bolmagan bolsa men şu usulluğa çıkıp ketmekçi emasdi. Seniga bili tushgan bo'lsa, o'sha rejissyorlar xato o'rinlashtirdi. ish atsingil sen do'qoblab ketgan. Haqiqatan chiroyli aytdingiz ada. Demak, ommabop uslubdagi muhabbatlik, yiqishliq naqshlardan boshqa yana bizga mushundaq jo'shqin kayfiyatlarni ato qila oladigan xalq ohanglarimizmi sizning ovozingizdan qaytadan rangdorlashadi ekan. Qaytadan yangi kirdi ekan ada. Xo'sh bo'ldik. Dilbarada mana to'r dunyosida chaqnayapsiz. Yoshlarimiz bo'lsin, mayli peshqadam ustozlarimiz bo'lsin, ota-onalarimiz bo'lsin, hammalar yaxshi ko'ryapti Dilbarada. Shunchalik suyunyapmiz haqiqatan. Hozirgi mushu vaqtlaringizda turmushdagi ayollik majburiyatingizni ado qilishdan boshqa san'at sohasidagi o'zingizning qiziqishi bo'lgan, muhabbati bo'lgan mushu sohada qanday planlaringiz bor ekan? Adamda orzu, umid degan intayin jiq pul ekan. Hammasini amalga oshirishmi mumkin bo'lmaydi ekan hamdi. Buningdan keyin bo'lsa, shu ijodiy kuylarni xalqimiz yaxshi ko'rdigan, shu shamoldek, bolalarimdek, intayin chiroyli naqshlarni ko'plab ijod qilib, shu naqshlar mening og'zimda bir taqtilgan bo'lsa, texmi xo'sh bo'ldim. Uningdan keyin yana qaytilab aytgan naqshlarimiz bo'lsin, unutilib ketgan, qezvamsaq bo'lmaydigan xalq ohanglari esil naqshlarimiz bor. To'g'ri. Bo'lsa shundaq naqshlarni bir-birlab aytib chiqsam, andan keyin mana shundaq o'mlik sadosiga o'xshash programmalarga ko'plab qatnashsam degan arzu umidim bor. Endi o'mlik sadosiga men xili bo'lgan kelgan bo'lsam bo'ladi. Men nima ish chaqamaydiganda mo'yinurda. Alloh bir necha qatim qilsak vaqt to'g'ri kelmay qoldi. Vaqt to'g'ri kelmay qoldi. Shundaq ko'p o'ylagandim, bir qachon borsam bular, bir chiqib olsam bo'ldi. Mo'yinurda. Shunchalik o'ylagandim, xo'sh bo'ldi. Asli Guljamoldamni saqlab tikanman men. Shu gap o'sha. Mushu o'rinlashtirish intayin yaxshi. To'g'ri o'dil kelganimga xo'sh bo'ldi. Ko'rishib oldik, didarlashib oldik. Nurg'ulgan yoshlarimizning mundaq sahnlarga chiqmag'i oson emas. To'g'ri. Mushu yoshlarimizga pek yaxshi bir sakna bo'pti. Buningdan keyin o'mlik sadosining texmi gullab yashnishini, nurg'ulgan san'at uchun tirishayotgan yoshlarimizning mushu saknada julalanishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. Dilbarada shu bevosita qitishlarni ko'p qilgandim bu yana shundaqmi? Ajab gaplar. Adabiyotni yaxshi o'qigan. Kasbiy ximiya. Lekin adabiyotni yaxshi o'qigan. Adabiyotni yaxshi o'qigan. Mening nurg'un maqollarim taqalgan. Sizlar bilmaysizlar. Shu bugun kam qolgan temalar xili ko'pmikin deb his qildim. Ammo nurg'un shu temalarni ko'rmanlarimizning o'ziga qoldirib qo'yaylik deb o'yladim. Shundami? Keyingi qatimli programmalarimizda biz yana texmo yangi natijalar bilan, yangi paranglar bilan yana ko'rmanlarimizga Dilbaradani qaytadan tanitamiz. Shundaq programmamizga davomli qatnashib turishingizni chin qalbimizdan umid qilamiz. Cho'qim keladi. Tomoshabinlarimizmi cho'qim endi qachon chiqadi Dilbar deb cho'qim intizorlikdan kutadigan deyman. Dilbaradani yangi naqshlarim bilan kelishni arzu qilma. Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi o'mlik sadosi programmasi. Programmamizni Şinjan o'mlik Nimkesh avtomobil savdo bozori chaklik shirkati alohida qo'lladi. Dilbaradaning nastalari bugun programmamizdan bek xush bo'ldi-da. Shundaqa. Yo'q. Rahmat Dilbarada, unda bo'lsa, oxirida eng go'zal tilaklarimizni yo'llaymiz. Teningiz salomat bo'lsin, ishlaringiz texmi yaxshi bo'lsin. Texmi go'zal yangi ijodiyatlarni, texmi go'zal naqshlarni o'sha sahnalarimizda tomoshabinlar uchun namoyon qilishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga salomatlik tilayman. Rahmat. Yana bir ko'rishgacha omon bo'linglar. Rahmat. Oddiy sovg'at tayyorlagan to'q, ya'ni Shimba markasidagi badan asrash chaylari. Qani, qabul qiling-ada. Rahmat. Çayni içib, texmi go'zal bo'lib keting. Ovozingiz texmi yaxshi chiqib yoki? Bu sog'lomlik choy. Rahmat. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'rmanlar, Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat taraqqish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan o'mlik sadosi programmamizning bugungi soni mana mushada oxirlashdi. Bugun biz suyumlik naqshchimiz Dilbar Abobakir xonim bilan paranglish orqali programmamizni texmi yangicha tusga kirgizdik. Ham shundaqla nurg'ulg'an tomoshabinlarimizga Dilbar adamning go'zal so'zlari orqali
orqali ilhom madadlarni rag'batlarni berdik deb o'ylaymiz. San'at uchun kuyayotgan yuraklar, san'at uchun besilayotgan qadamlar to'xtab qolmasin. Har bir san'at uchun o'zining qon terini singdirayotgan yoshlarimizning, naqshchilarimizning ishlarining utuqli bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Xo'sh qadrli ko'rmanlar, biz keyingi son O'nlik sadosi programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Jahon kuldi inoqning sadosidir. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Qanot qoqdi armonimiz ilib andas. Ko'kda uchgan burgutlarning parvozidir. Ömrük bizning nishonimiz, armonimiz. Umidlilik yo'llarining karvonimiz. Yolqinlaydi qalblarda darvon mikri. Kuchashgan bizga go'zal davronimiz. Ömrük bizning nishonimiz, armonimiz. Umidlilik yo'llarining karvonimiz. Yolqinlaydi qalblarda darvon mikri. Kuchashgan bizga go'zal davronimiz.